Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va hurmatli tinglovchilar, professor o'qituvchilar, hurmatli talabalar. Sizlarga bugun navbatdagi mashg'ulotimiz, ya'ni MyTest dasturida bo'ladigan davlat attestatsiya komissiyasi uchun tuziladigan test savollarini MyTest dasturida birlashtirish va uni sozlamalarni amalga oshirishni tushuntirmoqchiman. Buning uchun MyTest Editor dasturini ishga tushiramiz. MyTest Editor dasturi bu MyTest X Pro dasturida orqali ochiladi. Hozir ayni vaqtda shu X Pro dasturi bo'yicha demak sizga namuna ko'rsatmoqchiman. Xo'p. Mana deylik boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun demak bir nechta masalan 5 ta fandan testlar tuzilgan. Uning ichiga har xil testlar bor. Buni testlarni hammasini bitta deylik faylda jamlash kerak bo'lsa, buning uchun ikkita MyTest dasturini ochib olgan ma'qul. Ya'ni MyTest editorni 2 marta ishga tushiramiz va bu bilan birinchi MyTest editor dasturini ma'lumotlarni kiritishni boshlaymiz. Ya'ni bo'sh MyTest editor dasturidagi ma'lumotlarni kiritishni boshlaymiz. Demak, men zaголовок degan qismiga, sarlavha degan qismiga men avvalda yozib qo'yilgan Davlat attestatsiya komissiyasi tomonidan boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun test savollari deb yoziladi va buni biz ayni vaqtda saqlash tugmasini bosamiz. Ayni vaqtda qaysi papkaga saqlaydigan bo'lsak, o'sha papkani ichidan keyin boshqa fayllarni ham chaqirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir ayni vaqtda adashmaslik uchun deylik, misol uchun hozir biz 0406 mana bu papkani ichiga demak bu yoqda faylni nomini qo'yib qo'yamiz. Masalan, DAK umumiy savollari deb qo'ydik. Misol uchun 2025. Mana shu hammasi 5 ta fan jamlashgan faylni holat qilish shakllantirishimiz uchun. Xo'p, ayni vaqtda bu dastur oynasini chaproqqa va keyingi ochilgan MyTest dasturini o'ngroqqa qo'yib ishlaymiz. Ya'ni ikkala dasturni oynalar orqali boshqaramiz. Hozir birinchi fanimiz ijtimoiy pedagogika fanini, demak, sichqonchani chap tugmasini ushlab mana shu MyTest dasturini ichiga qo'yib yuborsak, mana shu yerda mana o'sha 200 talik tuzilgan test paydo bo'ladi. Ijtimoiy pedagogika fanida test savollari ekan. Buning ichida mana ko'rib turibmiz, demak 200 ta savol bor ekan. Demak, birdan 200 gacha bo'lgan savollarni ayni vaqtda mana bu oynaga nusxalab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu MyTest orqali ochilgan ikkinchi MyTest orqali ijtimoiy pedagogika fanini, ya'ni papkani tanlagan holatda gruppa menyusini tanlaymiz va undan kopirovat tugmasini bosamiz. Ayni vaqtda hozir biz guruhni nusxalab oldik. Guruhni test ochiq holatda bo'lsa ham, yopiq holatda bo'lsa ham, mana yig'ilgan holatda yoki yoyilgan holatda bo'lsa ham farqi yo'q. O'sha gruppa menyusining ichidan nusxalash tugmasini bosdik. Ayni vaqtda biz guruhning ichida 200 ta tuzilgan testni nusxaladik va biz o'sha jamlaydigan oynamizga o'tamiz va mana bu yerdan gruppa menyusining ichidan vставить tugmasini qo'yamiz. Demak, mana hozir ayni vaqtda bizga demak mana ijtimoiy pedagogika fani ikkinchi papka oynasi bilan tushdi. Birinchi papka oynasi biz o'zi MyTest dasturi orqali yaratgan edik. Mana shu noyob papka nomi bilan turibdi. Agar bu noyob papka bizga ortiqchalik qilayotgan bo'lsa, buni o'chirib tashlashimiz mumkin. Klaviaturani Alt bilan Backspace tugmasi orqali yoki mana yerdan udalить gruppa tugmasini bosishdan orqali yo'q qilishimiz mumkin. Chunki hozir ayni vaqtda bizga u bo'sh papka biz uchun muhim emas. Xo'p. Endi demak, xuddi shu tartibda ikkinchi, misol uchun oila psixologiyasi yoki oila pedagogikasi degan fanni tanladik. Mana buning ichida 181 ta savol bor ekan. Demak, buni ham xuddi shunaqa kopirovat tugmasini bosib, bu yoqdan stavить tugmasini qilamiz. Mana ikkinchisi fanimiz ham tushdi. Vaqtdan tejash maqsadida biz shu ikkita oyna bilan ishlashni tavsiya qilaman. Sababi bu ikkita oyna orqali ishlatganimizda, demak, ishni unumliroq, tezroq bajaramiz. Va keyingi mana hozir biz mana shu saqlayotgan ishimiz mana shu faylga kelib tushadi. Mana shu joyda saqlanadi. Demak, uchinchisi pedagogik mahorat fanidan, demak, ochdik, mana pedagogik mahorat fanini tanladik, papkasini tanladik va bundan ham xuddi shunday kopirovat shu tarzda bir xil ish bajaramiz. Stavить, qo'yish. Va navbatdagi papkamiz, fanimiz, demak, pedagogik nazariyasi va tarixi fanidan, demak, gruppani oldin tanlaymiz. Gruppani tanlamasak bu kopirovat faollashmaydi. Gruppani tanlaganimizdan keyin kopirovat faollashadi. Demak, kopirovat tugmasini bosdik va
bu ikkinchi dasturimiz orqali gruppa minusdan вставить. Va oxirgisi umumiy psixologiya fanidan ham papkani tanladik. Mana yana papkani tanlashni variantini ko'rsataman. Chap tugma bir marta bosish yetarli. Gruppa minusning ichidan kopira tugmasini bosamiz va mana bu gruppa minusnincha вставить tugmasini qo'yamiz. Mana 1 dan 5 gacha bo'lgan barcha fayllarni, o'sha testlarni jamladik. Ana endi buni biz saqlaymiz. Mana saqlash tugmasini bosganmiz, e'tibor bersangiz, mana bu yerda nimadir o'zgartirish kiritsangiz, mana bu qismida yulduzcha paydo bo'ladi. Demak, o'sha yulduzcha paydo bo'lganda, demak, siz o'sha fayl ichida o'zgartirish kiritganingiz bilinadi. Va endi buni biz ketma-ketlikda fanlarni savollar tushishi uchun, ya'ni davlat test marka demak attestatsiyasi savollar ketma-ketlikda tushishi uchun, demak, parametr testni ichini tanlaymiz. Demak, buni parametrlarni sozlash ishlarini amalga oshiramiz. Xo'p. Sozlamalarning ichidan birinchi ko'ramiz, davlat test markazi va hokazo. Avtor degan qismiga 112-xona yozilgan. Misol uchun, deylik, kim yaratuvchi bo'lsa, fan o'qituvchisi qo'yiladi. Misol uchun, fan o'qituvchi. Avtor faqat bitta o'qituvchi bo'lmasligi mumkin. O'sha fanlarda 5 ta fan o'qituvchisi bo'lsa, 5 ta fan o'qituvchisini ham yozish mumkin. O'sha fanlarga mas'ul shaxslar yoziladi. Xo'p, ana endi mana bu qismiga e'tibor qilamiz. Formulirovka вопрос. Bu qismi savollar tushishi. Demak, savollar tushishi, misol uchun mana birinchi ijtimoiy pedagogika fanidan, misol uchun mana birinchi savol tushadigan bo'lsa, keyin misol uchun 14-chi yoki random tizim bo'yicha 23-chi tanlov xohlagan, masalan, o'sha 200 taning ichidan tushadigan aralash tarzda tushishi bo'ladigan bo'lsa, demak, biz mana shu qismlarni parametr orqali o'zgartiramiz. Ya'ni, demak, mana shu основная emas, случайный tanlaymiz. Xo'p, porядок заданий, ana topshiriqlarni bu ketma-ketlik tartibda tushishi uchun kerakmi yoki aralash tartibda tushsin? Ya'ni, masalan, ijtimoiy pedagogikadan 20 ta, oila psixologikadan 20 ta savollar tushadigan bo'lsa, mana bu qismidan biz cheklovlar qo'yishimiz ham mumkin edi. Mana shu joyini siz oldin aytmanman. Demak, mana bu qismiga mana 20 ta, har biriga 20 tadan savol tushishini qo'yamiz. Ya'ni, misol uchun mana 180 tadan, demak, 20 ta savol tushadi. Va navbatdagi fanga ham, demak, ya'ni 20 tadan, har biriga 20 tadan jami, demak, 100 ta savol o'qituvchiga tushadigan va talabaga tushadigan bo'lsa, demak, mana shu yerda 20 tadan savollarni kiritib chiqdik. Va buni mana e'tibor berganingizda yulduzcha turibdi. Buni tez-tez saqlab qo'ygan ma'qul. Nimagaki, misol uchun vaqt bemahal, misol uchun kompyuter elektr tarmog'idan uzilish holati bo'ladigan bo'lsa, bu qiladigan ishlarimiz xotirada qolmaydi. Shuning uchun tez-tez buni saqlab turgan ma'qul. Mana shu qismini hisobga olgan holatda endi biz mana bu savollar tushish ketma-ketligi bitta guruhning ichida savollar aralash tarzda tushishini tanladik va topshiriqlar, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi topshiriq odatiy holatda tushadigan bo'lsa, demak, birinchi mana bu ijtimoiy pedagogika fanidan 20 ta savol tushadi, keyin oila pedagogikasi faniga o'tadi. Va oila pedagogikasi fanidan ham 20 ta savol tushadi, keyin pedagogik mahorat faniga o'tadi. Va shu tartibda ketma-ketlikda savollar ketma-ketlikda tushirish natijasida mana shu tanlash bo'ladi. Agar mana bunda случайный holat tanlanadigan bo'lsa, demak, bunda savollar birinchi ijtimoiydan bitta tushib, oila psixologiyasidan 2 ta, keyin misol uchun pedagogik mahoratdan 5 ta yoki pedagogik nazariyasidan kerak bo'lsa 30 ta yoki 40 ta savol ham tushib qolishi mumkin. Jami 100 ta savol tushadi, lekin aralash tarzda tushib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shu tartibni buzmaslik uchun buni mana bu qismini обычный holatda qo'yamiz va порядок variantov degan qismiga, demak, mana bu qismini случайно qo'yamiz. Endi variantlar, demak, savollarning ichida berilgan variantlar, masalan uchun mana bu birinchi javob ota-ona va buvisi degan savollar o'rin almashib kelishini ta'minlaydi. Mana shu qismida esa, demak, buni ta'minlaydigan qismi mana shu javoblar variantini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu qismida случайно tanlaymiz. Endi bilamizki, davlat imtihoni boshqa shpargalkalardan, boshqa qo'llanmalardan, boshqa yordamchi manbalardan foydalanmaslik uchun mnogopolniy rejimini yoqib qo'yamiz va ayni vaqtda deylik, misol uchun ijtimoiy
ayni vaqtda ijtimoiy pedagogika fanidan deylik savol tushadigan bo'lsa, o'sha savolni, misol uchun birinchi savol tushdi yoki 5-savol tushdi menga birinchi bo'lib, demak, shu savolni javobini belgiladim va navbatdagi keyingi savol tushganda uni men javobda ikkilanib bo'ladigan bo'lsa, demak, unda svobodniy tugmasini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni buni o'sha savolni o'tkazib yuborish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xo'p, ana endi demak, mana shu svobodniyni tanlaganimizdan keyin o'sha test dasturining ichida o'tkazib yuborish, propustit degan tugmasi faollashadi. Va endi keyingi mana bu qismga o'tamiz. Bu qismda demak biza test savollarini baholash tizimi, ya'ni kredit modul tizimi bo'yicha 5, 90 dan yuqorisi 5, 70 dan 90 gacha bo'lgan 4 va 60 dan 70 gacha bo'lgan 3 baho tizimi bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu qismlar parametrni o'zgartirgan holatda OK tugmasini bosamiz. Mana o'zgardi. Va sal pastroq qismiga tushamiz. Bu mana bu o'sha boya har bitta fandan qo'yiladigan cheklovlar, ya'ni misol uchun 200 tanchidan 20 ta, 180 tanchidan 20 ta, 180 tanchidan 20 ta tushadigan test savollarini ketma-ketligini qo'yib qo'ydik. Uni yuqorida avvalgi sal boshroqdagi videoda ko'rsatib o'tgandim. Xo'p, endi использовать ограничение по группам. Demak, o'sha guruhlarda cheklovlar bo'lishi, demak, mana shu holatdagi qismni hisobga olgan holatda ptichka qo'yilgan, demak, tasdiq qo'yilgan. Ayni vaqtda test oluvchiga, test topshiruvchiga naзвание gruppa, qaysi guruhda, mana guruhlar nomini fan nomi sifatida qo'yganmiz. Har bitta fandan qaysi fanni topshirayotganini eslatma tarzida qo'yish uchun, demak, mana shu qismiga tasdiq belgisini qo'ydik. Demak, agar o'rganuvchi rejimlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismni o'zgartiramiz. Hozir biz buni parametrini o'zgartirganimiz bilan, qaysini olib qo'yganimiz bilan bizda demak hozir hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Demak, saqlash, demak, ya'ni yakuniy natijalarni saqlash. Demak, saqlash rezultat text fayl, alohida text fayl sifatida saqlash. Keyin oxirida показать результат test turi. Demak, test natijasi tugagandan keyin test topshiruvchining ekranida natijalarni ko'rsatish. Отправить результат по сети по jurnal va monitor. Demak, jurnal qismiga yozib qo'yish va o'sha demak, test dasturini server orqali va tarmoq orqali oladigan nazoratchiga uni natijasini ko'rsatish. Xo'p, demak, o'sha test oluvchining ekranida mana shu natijalarni, talabalarning test jarayoni natijasi qancha to'g'ri ijobda, qancha noto'g'ri va necha foiz ishlagan natijasi ko'rinib boradi. Ayni bir vaqtning o'zida. Qolgan bo'limlarni o'zgartirmaymiz va misol uchun, demak, mana bu запретить встроенный kalkulyator degan qismini qo'yib qo'yamiz. Demak, kalkulyator rejimlarini ham demak cheklov qo'yib qo'yamiz. MyTest dasturining ichida ham kalkulyator dasturi bor. Shu kalkulyator rejimiga cheklov qo'ydik. Va eng asosiysi endi bizga vaqt. Demak, vaqtni mana tasdiq ma'nosida qo'yamiz. Demak, 100 daqiqa beriladigan bo'lsa, demak, bizda 100 daqiqa 1 soat u, demak, 40 minut bo'ladi. Demak, 1 soat 40 minutni saqlab qo'ygan holatda, demak, buni yana xotiraga saqlaymiz. Mana biz asosiy ishni bajarib bo'ldik. MyTest editor orqali. Ana endi MyTest student orqali buni ishlash jarayonini tekshiramiz. Demak, MyTest studentni ishga tushiramiz. Ayni vaqtda MyTest student tarmoq orqali boshqarilayotgan bo'lsa, buni получить по сети qilamiz. Ayni vaqtda kompyuter o'zidan olinayotgan bo'lsa, demak, открыть qilamiz. Demak, test to'liq ekran rejimi bo'yicha yoyiladi va mana bu yerda e'tibor qilamiz, ko'pchilik talabalar fanga yoki o'sha ketma-ketlikda e'tibor qilmagan holatda boshlashadi. Demak, вопрос mana shu qismiga e'tibor qilamiz. Вопрос 1 из 100. Demak, 100 tadan, demak, birinchisi savol tushdi. Bu savol ijtimoiy pedagogika fanidan tushyapti. Demak, savol tushdi. Demak, javoblar ko'rinib turibdi. Javobni belgilamasi biza dalya tugmasi, mana pastki qismida dalya tugmasini o'tkaza olmaymiz. Ayni vaqtda bitta savolni javobini tanlab, dalya tugmasini bosganimizdan keyin ikkinchi savolga o'tamiz. MyTest dasturi shu tarzda tuzilgan. Va mana o'sha ikkinchi savolimiz. Ikkinchi savolimizda ham, demak, bittasini tanlab, dalya tugmasini bossak, ikkinchi savolga o'tamiz. Demak, uchinchi savol chiqdi. Uchinchi savolda, demak, biz uchinchi savoldan qaysi birligini, to'g'riligini ikkilanadigan bo'lsak, unda propustit tugmasini bosishimiz mumkin. Va pastga e'tibor qilamiz. Masalan, mana past idiot test, mana
2 taqsim 100 yozilgan. Demak 100 tadan hozir ikkinchi savol berildi. Jami ishlagan vaqtimiz 1 daqiqa 26-27 sekund davom etayotgan savoli. Aynan shu savol uchun necha sekund vaqtimizni ushlab turganimiz va jami qancha vaqtimiz qolganini mana shu qismidan ko'rib turishimiz mumkin va pastda talaba ism familiyasini ko'rinadi. Eng pastki qatorda shu narsa qo'yiladi va boshqa narsalardan foydalanish imkoniyati bo'lmaydi. Xo'p, bunda endi demak agar bu savolda ikkilanayotgan bo'lsak, mana propustit tugmasini bosamiz. E'tibor bersangiz, mana bu yerda hozir biz 4-savolga o'tdik, lekin bu yerda qarasangiz 2 turibdi. Bu degani hozir bizga 4-savol tushdi, 3-savol o'tkazib yubordik. Ayni vaqtda biz jami 100 tadan 2 ta savolni javobini belgilaganmiz. O'tkazib yuborgan 3-savolimiz jamiki 100 ta savol tugagandan keyin bu oxirida yana takrordan keladi. O'sha qaysi tartib raqamda berilgan bo'lsa, o'sha tartib raqami bilan keladi. Mana shu yerda 3-chi mana 100 ga 100 tugagandan keyin 3 is 100 bo'lib chiqadi. Ya'ni 3-savol 100 tadan 3-savol takroriy keladi. Bu o'tkazib yuborgan savol yo'qolib ketadi deb o'ylamang. Qaytadan takroriy keladi. Xo'p, demak, masalan bunga savolga javob berdik. Navbatdagi tarzda tez o'tkazib yuborgan holatda savollarga javob beramiz. Misol uchun. Xo'p, mana 19-savolga keldik. 19-savoldan to'rttasini tanladik va mana 20-savolga keldik. Va 20-savol tugatganimizdan keyin ana endi 21-savolimiz oila pedagogikasi faniga o'tdik. Oila pedagogikasi fanidan savollarni boshladik. Misol uchun mana savol chiqdi, ya'ni to'g'ri javoblardan bittasini tanlagan holatda oila pedagogikasi fanida ham savollarni javob berishni boshladik. Va shu tartibda savollarga javob berishni. Xo'p, mana 38-savolga keldik. Agar mana shu savolni ham javobini belgilab propustit qilib yuborsak, baribir bu javob qabul qilinmaydi. Demak, mana shu 38-savol takrordan keladi. Mana shu holatda bajaradi. Ko'p talabalar mana shu holatda savolning to'g'ri javobini tanlab propustit tugmasini bosadi. Bu to'g'ri javobni bosib, propustit degani o'tkazib yuborish. Bu javobni MyTest dasturi qabul qiladi degani emas. Va navbatdagi savolni belgiladik va mana keyingi mana hozir oila pedagogikasi fanining 40-chi, ya'ni 20-savoli tushdi. Jami o'zi 40-savol tushgan bo'ladi. Va endi keyin pedagogik mahorat fanidan boshlandi test. Xo'p, demak mana 96-savolga keldik. 96-savol demak umumiy psixologiya fanidan. Demak navbatdagi javoblarni beramiz. 97-savolga ham javob berdik. 98 ga ham javobini berdik. 99 ga ham javobini berdik. Va 100-savol oxirgi savolimiz javob berdik. Va endi bizda hozir shuni dalil tugmasini bosganimizdan keyin bu bizda test tugadi emas. Bizda mana jami 97 ta savolni hozir javobini berganmiz. Bu 98-savol bo'ladi, xudo javobi. Va eslatib o'tganimizda 3-chi va 38-savollar takrordan keladi. Mana aytganimdek 3-savol takror keldi. O'sha ijtimoiy pedagogikasi fanida I.A. Karimov 2003-yilda qanday yil deb e'lon qilgan. Misol uchun. Demak, biz ichidan to'g'ri javobni tanlaganimizdan keyin, misol uchun obod mahallami, ayollarmi yoki sog'lom avlodni tanlaganimizdan keyin, yana biz 38-savolga takror kelamiz. Mana o'sha 38-savol. 38-savolni tanlab, to'g'ri javobni tanlab, demak, dalil tugmasini bosganimizdan keyin bizda demak 99-savol bo'lib, oxiri yakuniy natija chiqadi. Demak, mana yakuniy natija hozircha men tez taxminiy bosib tashlaganim uchun MyTest dasturi mana hozir 20 ta savolni to'g'ri javob belgilagan 100 tadan va MyTest kredit modul tizimi bo'yicha men ayni vaqtdagi bahoim 2 deb baholab berdi. Xo'p, mana shu tarzda talabalar MyTest dasturini testlarini ishlashadi va hech kimga bunaqa 2 baho olishni xohlamaymiz va mana shu natijalar yaxshi bo'lishi uchun talabalarga yaxshi berilgan savollarni yaxshilab o'qib, o'rganib, testda shoshilmasdan, hovliqmasdan belgilashlari mumkin. Ayniqsa propustit tugmasini mana shu eslab qolishsin. Propustit tugmasi bu talabaga beriladigan imkoniyat, ya'ni o'tkazib yuborish imkoniyati va bu vaqtga nisbatan ham hisobga olish kerak. Talaba o'tkazib yuborib, vaqtdan yutqazib qo'ymaslik kerak. Berilgan vaqt qismiga tugasa, muddat davomida tugasa, test dasturi tugaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sihat, salomat bo'linglar.